Меня зовут Умар. Mani ismim Shahzod. Mani ismim Doston. Ismim Abdulloh. Я всегда интересовался трейдингом и увидел Numinor в Инстаграме. Mani oyim shu tashkilot haqida xabar topgan ekanlar, menga xabar berdilar va men bu yerda tanlab shu yerga keldim o'qishga. Numinor haqida menga onam aytdilar, men qiziqib shu joyga keldim. Numinor haqida Instagramda ko'rib qoldim. Я проучился здесь более 3 месяцев, вышел в хорошую прибыль, торгую на реальном аккаунте. Также у меня есть свой проб-счет, который я прошел. Сейчас он уже тоже на реальном балансе. В будущем я вижу трейдинг как мое хобби. Mana shu kungacha erishgan yutuqlarim juda ham ko'p bo'ldi. Bulardan bittasi shu yerga kelib, gruppadoshlar o'rtoqlik orttirdim. Bitta guruh tuzdik. Birga analiz qilib, birga savdo qildik. Undan tashqari pribil qilib, uydagilarni xursand qildik. Va yana problardan o'tib, sekin-sekin amallayapmiz. Numinorda o'qiyotganimga 1 oy ham bo'lmadi, lekin men o'sha o'qish jarayonida $2300 foyda qildim. Oldingi o'qigan joylarimga nisbatan ancha foydali. Numinorda 6 oydan beri erishgan yutuqlarim, problardan o'tdim, komandaga qo'shildim, bilim berishdi, Telegram kanallarni yurg'izaman, prob-счетlarni o'taman puliga, o'zim prob-счетlarim bor, real balansim bor, investitsionniy. Я считаю, что Numinor это не просто трейдинг-компания или трейдинг-академия, в первую очередь это семья. Numinorning boshqalardan farqi shuki, bu yerda hamma bor bilimini bemalol boshqalarga ulasha oladi. Qanaqa bekitish sirri bo'lmaydi. Hamma qilgan analizlarni bemalol sizga ko'rsata oladi va hamjihatlik bu yerda juda ham katta. Numinorni boshqa o'qishligi bo'lgan nisbatan farqi bu yerda darslar o'z vaqtida bo'ladi. Hamma bilimni oshig'i bilan yetkazib berishga harakat qilishadi. Hammasi joyida, hammasi как положено vaqtida. Мы всем не говорим то, что мы вас миллионерами сделаем и так далее. Мы говорим правду.